Dunyoning top 5 ta hakkerlari. 5-o'rinda Julian Assange. Hakkerlar qahramon bo'la oladimi? Hakkerlar orasida bo'lgan avstraliyalik Julian Assange 16 yoshida 80-yillar boshlarida kompyuterlar bilan tajriba o'tkaza boshlagan. O'smirligida u kompyuterni juda yaxshi bilgan va ko'plab xavfsizlik tizimlarini, jumladan NASA va Pentagonni ham chetlab o'tmagan. Yillar davomida u axloqiy hakkerlik deb atalgan narsa bilan shug'ullangandan so'ng Assange 1994-yilda Avstraliya rasmiylari tomonidan 31 ta kiber jinoyatda ayblangan va oxir-oqibat 2024-yil iyun oyida Assangening xalqaro rasmiylar bilan mashaqqatli va yaxshi hujjatlashtirilgan jangidan so'ng uning Avstraliyada ozod etilishiga ruxsat beruvchi kelishuvga erishilgan. 4-o'rinda Kevin Poulsen. Kevin Poulsen hakkerlik karyerasini 17 yoshida 1983-yilda Pentagonning kompyuter tarmog'i bo'lmish ARPANET tarmog'iga buzib kirish natijasida boshlandi. Ko'ngli to'lmagan Poulsen 1988-yilda federal kompyuterni buzib, Filippinning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti haqidagi ma'lumotlarga kirishi bilan o'zining hakkerlik faoliyatini davom ettirdi. Va oxir-oqibat Poulsen 1991-yilda hibsga olinib, 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi va ozodlikka chiqqanidan keyin yana 3 yil davomida kompyuterdan foydalanishi taqiqlandi. 3-o'rinda Steve Wozniak. 19 yoshida umumiy telefon tarmog'iga buzish va shaharlararo bepul qo'ng'iroqni amalga oshirish imkonini beradigan ko'k quti qurilmasini yaratdi. U siz bilgan Apple kompaniyasining ta'sischilaridan biri Steve Jobs bilan birgalikda ishlagan. Wozniak o'zining oldingi faoliyatini hakkerlik deb hisoblamaydi va uning ko'k qutilar zararli emas va shunchaki o'yin kulgi uchun ekanligini aytadi. Wozniak va Jobs tez orada qonuniy ravishda sotishlari mumkin bo'lgan mahsulotlarni yaratishga e'tibor qaratadilar va Apple dunyoga keladi. Wozniak hakkerlar salbiy ma'nolarga qaramay o'z tasvirlarini qayta tiklashi va o'z aql idrokini ijobiy sabablarga qo'llashi mumkinligini isbotlay olgan yagona hakkerlardan biri. Edward Snowden ushbu ro'yxatdagi boshqa hakkerlar bilan yaxshi mos kelmasligi mumkin. Shunga qaramay uning 23 yoshli pudratchi sifatida ishlagan paytida NSA portlovchi hujjatlarni oshkor qilgani va uni Pentagon qaroriga ko'ra Julian Assange kabi qildi. U harbiy xizmatni tark etdi va hisoblash, internetni tushunish qobiliyati unga Markaziy razvedka boshqarmasida ishga joylashishga undadi. U yerda Shveysariyaning Jeneva shahrida yashirin lavozimga tayinlandi. Bu rolda bir qator maxfiy hujjatlarga kirish huquqiga ega bo'ldi. Uning NSA pudratchisi sifatidagi keyingi roli unga Amerika fuqarolariga qarshi kuzatuv operatsiyalarini kuzatish imkonini berdi. Shu tariqa Snowden 2020-yilda Rossiyada doimiy yashash va 2022-yilda fuqarolik berildi. 1-o'rinda Kevin Mitnick. Kevin Mitnick Shimoliy Amerika mudofaa qo'mondonligini buzib kirdi va 80-yillarning boshlarida Nyu-Yorkda 3 ta telefon ofisini va Kaliforniyadagi har bir telefon kommunikatsiyasini markazini nazorat qildi. Mitnick FKB tomonidan qo'lga olinishi uning 5 yillik qamoqqa o'tirilishiga olib keladi. 2000-yillarda ozodlikka chiqqandan so'ng xavfsizlik bo'yicha maslahatchi va notiq bo'lib ishlagan. U Mitnick Security Consultingni boshqargan va bundan tashqari Knov xavfsizlik firmasining bir qismiga egalik qiladi. Xavfsizlik va hakkerlik dunyosi kabi tajribalari haqida bir nechta kitoblar yozgan. 2023-yilda Mitnick 59 yoshida oshqozon osti bezi saratonidan vafot etadi. Qamoqqa olinganidan keyin va oldin uning merosi va mashhurligi uni dunyodagi eng ko'p qidirilayotgan hakker sifatida mustahkamlaydi.